Astronom o'z teleskopini osmonga yo'naltirganda birinchi bo'lib nimani sanashini bilasizmi? Yulduzlarni desangiz to'g'ri bo'ladi, lekin galaktikalarni sanash ancha qiziqroq. Chunki odatda har bitta olingan osmon suratidagi qora rangli fonda turadigan oddiy kichik nuqta, oddiy ko'rimsiz nuqta bu bir butun galaktika deganidir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, biz kuzata oladigan koinotda bunday galaktikalarning soni naqd 100 milliardga yetadi. Ular orasini to'ldirib turuvchi bo'shliqlar esa minglab yorug'lik yillariga teng hajmlarni o'z ichiga oladi. Yaxshilab joylashib olinglar, bugun galaktikalar orasiga parvoz qilib, mana shu bo'shliqlar haqiqatdan ham bo'shmi degan savolga javob topamiz. Tasavvur qiling, siz yarim tunda samolyot ichidasiz. Pastda shahar chiroqlari chaqnab turibdi. Shu vaqtda samolyot tepasida oynali gumbaz paydo bo'lsa, siz osmonga qarasangiz, juda ko'plab yorqin nurlarni ko'rgan bo'lardingiz. Bu osmon nurlarining ko'pi aynan galaktika yorug'ligidir. Ular qorong'u koinotni yoritib turuvchi yulduzlar bilan to'la ulkan shaharlardir. Bizning Quyosh tizimi joylashgan spiral shakldagi galaktika Somon yo'li deyiladi. G'arb mamlakatlarida bizning galaktika nomi Milky Way deyilib, o'zbekchada sut yo'li degan ma'noni anglatadi. Chunki qadimgi Yunonlar yerdan turib osmonga qaraganlarida bu galaktika osmonga to'kib yuborilgan sutga o'xshagan. Galaktika so'zining o'zi ham qadimgi yunoncha galaktos, ya'ni sut so'zidan kelib chiqqan. Somon yo'liga eng yaqin ikkita qo'shni galaktika bizdan 200 ming yorug'lik yildan kamroq masofada joylashgan bo'lib, ular kichkina, uni ustiga ko'rinishi ham noodatiy. 1519-yilda mashhur sayyoh Fernand Magellan dunyo bo'ylab sayohati davomida ularni o'z ko'zi bilan ko'rgan va o'z qaydnomasida yozib qoldirgan. Shu sababli biz bu galaktikalarni shu dengizchi sharafiga katta va kichik Magellan bulutlari deb ataymiz. Ular osmonda xuddi yulduzlar ortidagi kichik bulutcha bo'lib ko'rinadi. Bizdan 2 million yorug'lik yili uzoqlikda esa Andromeda yulduz turkumi ortida yana bir yirik galaktika joylashgan. Uning nomi Andromeda tumanligi. U bizning Somon yo'limizdan ancha og'irroq va 2 baravar yorqinroqdir. E'tibor bersangiz, bu nomlarning hech birida yulduz yoki galaktika so'zi yo'q. Somon yo'li, Magellan bulutlari, Andromeda tumanligi. Nega? Chunki bu nomlar teleskoplar ixtiro qilinishidan oldin berilgandi. Odamlar ularga qarab, bularni shunchaki tuman yoki bulut deb o'ylashgan. Hamda ular milliardlab yulduzlardan iborat ekanligini, uni ustiga ular orasidagi masofa aql bovar qilmaydigan darajada kattaligini xayollariga ham keltirishmagan. Shu o'rinda bir savol tug'ilishi tabiiy. Bu galaktikalar orasida nima bor? Agar turli xil teleskoplar bo'lmaganida, biz hali ham galaktikalar orasi bo'm-bo'sh deb o'ylagan bo'lardik. Lekin zamonaviy texnologiyalar va nazariyalar yordamida bu kosmik bo'shliqlar o'rganilib, u yerda yashiringan hayratlanarli narsalar aniqlandi. Bu narsalar orasida qora materiya, mitti galaktikalar, xira zangori galaktikalar, o'z uyidan qochib ketgan yulduzlar va portlayotgan supernovalar bor edi. Bundan tashqari, hamma joyda gaz bulutlari, dahshatli energiyaga ega zarrachalar, vakuumning sirli kvant energiyasi va million darajagacha qizigan dingan nurlarni sochuvchi gazlar mavjud. Bu ro'yxat ilmiy jihatdan juda qiziq, chunki bu o'z navbatida koinotdagi eng qiziq voqealar galaktikalar ichida emas, balki aynan ularning orasidagi hududlarda sodir bo'layotgan bo'lishi mumkinligidan dalolat beradi. Agar koinotning istalgan qismini yaxshilab o'rgansak, u yerda yirik galaktikalarga qaraganda mitti galaktikalar 10 barobarlab ko'proq ekanligini aniqlashimiz mumkin. 80-yillarning boshidan beri Somon yo'li atrofida o'nlab mitti galaktikalar borligi aniqlandi. Katta, to'laqonli galaktikalarda 100 milliardlab yulduzlar bo'lsa, mittalarida bor yo'g'i 1 millionta yulduz bo'lishi mumkin. Natijada ulardan kelayotgan nur ham million marta kuchsiz va bu nurlarni payqash ham 100 ming marta qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ham olimlar ularni haligacha burnimiz tagida yangi kashfiyot sifatida topib borishmoqda. Ba'zi bunday mitti galaktikalarda kosmik hayot butunlay so'nib, yulduzlar tug'ilishi to'xtab qolgan. Bunday mitti galaktikalar teleskop suratlarida odatda zerikarli va ko'rimsiz kichkina dog'larga o'xshaydi.
Agar u yerda yangi yulduzlar paydo bo'layotgan bo'lsa ham, galaktikaning shakli qiyshiq va ko'rinishi ham unchalik chiroyli bo'lmaydi. Ularni topishga 3 ta narsa xalaqit beradi. Birinchidan, mitti galaktikalar juda kichkina va bizning e'tiborimizni tortadigan ulkan hamda go'zal spiral galaktikalar ularni to'sib qo'yadi. Ikkinchidan, galaktikachalar juda xira. Shuning uchun kuchli teleskoplar ham ko'pincha ularni ilg'ay olmaydi. Uchinchidan, bu mittivoylarda yulduzlar juda siyrak joylashgan bo'lib, yer atmosferasining tungi yorug'ligida ko'rinmay qoladi. Lekin qiziq tomoni shundaki, koinotda mitti galaktikalar odatiy deb qaraladigan galaktikalardan ko'ra ancha ko'proq. Biz bilgan mitti galaktikalarning ko'pi xuddi Oy yer atrofida aylangani kabi yirik galaktikalar atrofida aylanib yuradi. Video avvalida aytilgan mashhur Magellan bulutlari ham aslida bizning somon yo'li tizimining mitti a'zolaridir. Ammo bu kichkintoylarning hayoti xavf-xatarga to'la. Kompyuter modellari shuni ko'rsatmoqdaki, vaqt o'tishi bilan yirik galaktika bechora mittini avval shafqatsizlarcha parchalab, keyin esa shunchaki yeb qo'yadi. Bizning somon yo'li galaktikamiz ham bundan mustasno emas. So'nggi 1 milliard yil ichida u kamida bitta mitti galaktikani paqqos tushirgan. O'sha bechoraning ayanchli qoldiqlari hozir o'qotar yulduz turkumi ortida yulduzlar oqimi bo'lib aylanib yuribdi. Rasmiy tilda bu o'qotardagi mitti elliptik galaktika deb ataladi. Lekin unga shunchalik tushlik deb nom bersak ham to'g'ri bo'ladi. Mitti galaktikalarning kelib chiqishi haqida ko'plab nazariyalar mavjud. Shulardan biri koinot hozirgiga qaraganda 2 barobar yoshroq bo'lgan paytda u yerda juda xira va zangori rangli o'rtacha galaktikalar keng tarqalgan vaqt bilan uzviy bog'liq. Biz bunday zangori galaktikalarni hozir ham ko'ra olamiz. Bu zangori rang esa endigina tug'ilgan, qisqa umr ko'radigan va o'ta qaynoq hamda yorqin yulduzlarning nurlaridir. Bu yulduzlar yashagan galaktikalar xuddi dinozavrlarga o'xshaydi. Ular ham bir vaqtlar olamga hukmronlik qilgan va keyin g'oyib bo'lishgan. Xo'sh, bunday galaktikalarga nima bo'ldi? Ularning hamma yulduzlari yonib bitdimi va koinot bo'ylab sochilib ketgan ko'rinmas nuqtalarga aylandimi? Yoki ular evolyutsiya natijasida biz bilgan bugungi mitti galaktikalarga aylandimi? Balki yirik galaktikalar ularni yutib yuborgandir. Bu savollarga javobni biz hali bilmaymiz. Lekin biz yaxshi biladigan va kuzatayotgan hodisa koinotda galaktikalarning to'planish xususiyatidir. Galaktikalar to'plamlarining qoq markazida esa haqiqiy kosmik janglar bo'lib turishi aniqlangan. U yerda 2 ta, 3 ta va undan ortiq yirik galaktikalar o'zaro to'qnashishi mumkin. Natijada tanib bo'lmas darajadagi majruh bo'lgan spiral shakllar va ulkan vayronalar qoladi. Bu to'qnashuv paytida gaz bulutlari bir-biriga urilib, yangi yulduzlar tug'iladi. 100 millionlab yulduzlar esa o'z uylaridagi gravitatsiya changalidan yulib olinib, har tomonga sochilib ketadi. Ularning ba'zilari keyinchalik birlashib, qiyshiq shakldagi yangi mitti galaktikalarni hosil qiladi. Qolganlari esa koinotda yolg'iz daydib yurishga mahkum. Qiziq fakt, katta galaktikalarning 10% da shunday to'qnashuv izlari topilgan. Zich to'plamlarda esa bu ko'rsatkich 5 barobar yuqori bo'lishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, galaktikalar uchrashishi bu haqiqiy kosmik go'sht maydalagichidir. Qiyma vazifasini esa daydi yulduzlar bajaradi. Bundan kelib chiqadigan keyingi tabiiy savol, galaktikalar orasida qancha yetim daydi yulduzlar bor? Bunga aniq javob berish juda qiyin, chunki yolg'iz yulduzlar juda xira bo'ladi va ularni o'zlarini alohida ko'rib bo'lmaydi. Biz faqat ularning umumiy zaif yog'dusini ilg'ay olamiz xolos. Va eng hayratlanarlisi shuki, galaktikalar orasidagi bu uysiz yulduzlar soni galaktikalarning ichidagi yulduzlar soni bilan teng bo'lishi mumkin. Daydi yulduzlarni payqash qiyin bo'lsa ham biz ularni topa olamiz. Galaktikalar orasida yashiringan mitti galaktikalar va yetim yulduzlardan tashqari esa ilg'ash imkonsiz bo'lgan kosmik gaz to'plamlari mavjud. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, koinotdagi masofalar shunchalik ulkanki, yorug'lik bizga yetib kelguncha milliardlab yorug'lik yillari masofasini bosib o'tadi. Gaz to'plamlari esa butun koinot bo'ylab tarqalgan. Ammo million va milliardlab yorug'lik yiliga teng galaktikalar aro bo'shliqda bunday gazlar misli ko'rilmagan modda miqdorini hosil qiladi. Bu esa bir tomondan ajoyib, boshqa tomondan achinarli holatga olib keladi. Agar galaktikalar orasida shunchalik ko'p modda bor ekan, ular bizga uzoqdagi koinotni ko'rishga xalaqit berishi tabiiy.
Natijada aynan shu xalaqit beruvchi to'siqlar koinotning eng chekkasidagi jismlarni, masalan, kvazarlarni kuzatishni qiyinlashtiradi. Kvazarlar bu galaktikalarning o'ta yorqin yadrolari bo'lib, ularning nuri bizning teleskoplarimizga yetib kelgunicha koinot bo'ylab milliardlab yillik yo'lni bosib o'tadi. Kvazarlar olimlar uchun mukammal tajriba quyonchalaridir. Ular xuddi uzoqdagi kuchli mayoq kabi biz bilan ular orasidagi bo'shliqda qanday to'siqlar borligini aniqlashga yordam berishadi. Haqiqatdan ham, agar biz kvazarning nurini spektrga, ya'ni turli xil ranglarga ajratib ko'rsak, u bizga o'z yo'lida uchragan gaz bulutlari haqida butun boshli hikoyani aytib bera oladi. Kvazar bizdan qanchalik uzoqda bo'lsa, uning nuri shunchalik ko'p vodorod bulutlarini teshib o'tadi. Ba'zan bu izlar shunchaki bizga ko'rinmayotgan uzoq galaktikalar bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha kvazar nurini yutayotgan narsalar galaktika emas, balki gaz tumanliklari va ularning ichida berkingan koinotning boshqa sirli jismlaridir. Bu sirli jismlar haqida keyingi videolarimizda yana albatta gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izoh qoldiring. Agar qaysidir ilmiy mavzu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni ham izohlarda yozing. Balki aynan sizning izohingiz keyingi videolarimiz mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha